qiladigan darsimiz yerlik tuxum pranik ham yerlik şeker pranik. Bunun ketadigan materiallar o'xshashli birlik asosida şeker, abjashmay, süt, 4 tal tuxum, poda, soda yetarlik miqdorda un. Aldı bilan xonimlar abjashmayni bir javruq to'kib, mana bu ko'ptirish mashinasida abjashmay oppoq holatga kelguncha ko'pchi bu holatga ko'ptiramiz xonimlar. Oppoq holatga kelguncha qat'iy bo'lmaydi, mana şeker pranik o'xshamaydi. Xonimlar mana bu abjashmay ko'pab mana mushalat keldi, mana oppoq ko'ptirmalar keldi. Endi bunaqa mana shekarni oz-oz qo'yib ko'ptiramiz. 3-4 kibimiz shekarni. 3-4 kibilar mana shunday qaytchilik ko'ptiramiz, shekarni chaltib eritamiz xonimlar. Mana yana şeker az-oz to'kamiz. Shu jarayonda abjashmay yarib ko'pida shekarni sap qo'ygandan keyin tuxumni bir taldan chiqib ko'ptiramiz. Xonimlar mana shekarni silib mushalat ko'pgandan keyin mana şeker ko'pib mushalat kelgandan keyin xonimlar tuxumni bir taldan chiqib ko'ptiramiz. Xemir tegim ko'pida mana tuxum chiqmagandan keyin mana abjashmayni ko'pshi tegimlarga qo'yiladi. Ama dikkat qilgan ish shekarni talqib eritamiz xonimlar. Şeker erib bo'ldi xonimlar, endi sutni oz-oz qo'yib ko'ptiramiz. Biroq qo'yversak bo'lmaydi xonimlar. Mayning ko'ptirmasi shalaqlab turib biroq qo'yversak. Shuna mana sutni oz-oz qo'yib. Xonimlar mana sutni quyib bo'lgandan keyin mana bir xil qo'ya qolib keldi mana. Endi mana soda bilan sodani silaymiz, asta. Mayla köpüp doğrularını alıştırıp boğandan keyin çok unni qo'limizda yegizimiz xonimlar. Qo'limizda asta-asta men unni tatlatib yegizimiz. Bunday yegizib etsek un kirishib oladi xemir, sutdan xemir bo'lgandan keyin shunga un yegizgan vaqtimizda akil tutib turib yegizimsak bo'lmaydi. Eng diqqat qilgan muhim nuqta shu un yegizish xonimlar. Mana işte unni az-oz deb alqinimizdan tatlab turib yegizimiz xonimlar. Bek diqqat qilaylar. Xemir kirishib oldi bo'lmasa. Xonimlar mana xemirimiz tayyor bo'ldi. Mana kirishmagan xemir oldi. Mana kirishib qas qat'iy bo'lmaydi. Misholat ekilib olgan keyin xemirni 5-10 minut tindirib o'tib, ondan ambelga unni sus yeyip az darajada yeyip, sepib ustiga xemirni qo'yib, ondan silyo yeyib turib yeyib, o'zimiz xohlagan shakllarga kessak bo'ldi. Xonimlar xemirni tayyor qilib bo'lgandan keyin amal bor jirishika ishiltinglar. Jirishikaga ozroq sunchu bek az miqdorda quyib, nam deytimiz, bek nam demanglar. Shekarning o'zi bu nam holatli usi bo'ldi. Mana bunda nam deytimiz. Buni menda yeyib Ondan yana bir chiniga tuxumning seriqi azroq asalni aralashtirib. Xonimlar yana bir qachiga tuxumning seriqi azroq asal aralashtirib bunda tayyor qilib olamiz. Pishiriqning ustiga prangusi surkaganga. Endi o'zimiz xohlagan qilibda xemirni kesib, bayan nam degan shekarning ustiga basamiz xonimlar. Endi shekarning o'ziga xemirni endi alqinimizda shekarni tekshirishtirish uchun bir besib qo'yib Ondan biz qızımız bunda boşalab bilsinlar. Şekerini to'liq ısın, şekerlik shunda o'xshaydi. Bir yeri bor, bir yeri yo'q, ichib qolsa toz o'xshash chiqib qoldi. Yanaliqi tuxum pranik qilamiz deganga qilib bilan besib, lisq qo'yib olgandan keyin, ondan abayqi tuxumning seriqi bilan asalning aralashmasini mishning yuziga tekshi holat surkaymiz xonimlar. Mana bu pishib chiqqandan keyin tuxum pranik bo'ldi. Xonimlar mana shekerlikimiz ham tuxum pranikimiz pishib chiqdi. Mana shu abjashmayning ko'pishini bek yaxshi